Yaqin 1,5 metr balandlikdan yigitni qorin qismiga bita tashlab ko'rsatadi pichoqni. Amaligini aytishga oson, bajarishga ancha mushkul tomosha. Kirib ketishi hech ham emas. Asrasa balo yo'q, asramasa davo yo'q deydi. O'zi asrasin albatta. Yaxshi ko'z, yaxshi nazar bilan vaqtingiz bo'lsa, xavfsizlik bilan tomosha qiling. Voy, tumbul, nima qilyapsan? Daronni. Katta xolingni uyi buni beti. Xolisini tashiysan. Ko'zini ochib olsa, qarab turish kerak-ku. Qanday o'ylashini, voy, debman. Tashiysan bita. E'tibor bering. Bermaysan? Shu. Nima qilasan? Aka, bering. Malasan. Ha. Barakalloh, yana. Narsa olaman. Mana shu. Tekistasha. Qarshi kelgan bo'lsa, bida qarshi bo'lsin. Mana. Hey, mayli, e'tibor bering. Beshu pichoqni baravariga tashlab ko'rsatsin. Qarshi bilan tomosha qiling. Mana. Ha. Hey, ha. Qarshi kelgan bo'lsa, bitaga rost qarshi bo'lsin. Ya, ozod viyatadan 1 daqiqaga qarshi bo'lsangiz, sakrab o'rnidan turadi. Qara. Hoppa. Ha. Ay, hushyor bo'lib.